Assalomu alaykum hurmatli jo'ja ishqibozlarim. Mana bugun xudo xolasa jo'jalarimizning 15-kuni 2 haftalikdan o'tdi. Shu birodarcha o'zim yasaganman. 1.20 ga, enligi 60, balandligi 70. Bu tagiga kecha mana buni qo'ydim. Kechasi tunikasi. Tunikasini qo'ydim. Tunikasiga bu yerdan setkalik tagi. Bu yerdan tushgani tunikaga axlat tushadi. Tunikani olinadi bu. Olib tozalab yana joyiga qo'yib qo'yaveraman. Jo'jalarimizga bugun ertalabki pitaniya. Ertalabki xolasa tuxum maydalab beryapman. Shuncha maydalikda bo'ladi. Yog'ini maydalayman. Xo'sh. Jo'jalarimiz bu yoqda qafasi, bu ledni qafas. Bu tashqariga chiqib, tagi ochiq bo'ladi. O't o'lanlarga jo'jalarni qo'yib yuborsam, terib yeydi. Bu zimli. Ichkarida. Mana bu yoqda ham xohlasa jo'jalarimiz bor. Bu yoqda ham ancha jo'jamiz bor, 20 ta, 22 ta jo'jamiz bor ekan bu yerda. Bularga ham hozir tuxum qilib beramiz. Bu tomonda bitta palataga tushgan bitta jo'jachamiz bor. Hozirroqqina kasal, mazasi yo'q edi. Bu yoqqa qo'yib qo'ydim. Bu kasalxonamiz. Xudo xohlasa jo'jalarimizning har kunligini video qilib tashlab turaman. Sizlar faqat podpiska, like bosib tursangiz o'zi kifoya. Hurmatli kanal obunachi a'zolarimiz. Bu jo'jamizning xonachasi. Xudo xohlasa jo'jani endi boqishni boshlaganman. Bir rollerning statiyimi. Ozgina kattarog'i, ozroq maydarog'i bu. Maydalangani. Mana bu bug'doy yorma. 01 bu 02 kattaroq.